Şinjan Hamkar Avtomobil Mülazimet Çektik şirketi maşinaga ehtiyojli har millat xaridorlarning arzusini ko'zda tutib, faqat kimligingizni elib o'zingiz xohlagan avtomobilni bank qarzi orqali muddatga bilib to'lashlarni yo'l qo'ydi. Undan boshqa shirkatimizning setib chiqargandan keyingi turli mulozimatlardan bahramand bo'la olasiz. Esingizda bo'lsin, siz orzu qilgan avtomobillar Hamkardir. Manzil Qashqar shahar Ko'ylin yo'li xalqaro avtomobil shaharchisi Sebina 2-qavat 12-ishxona. Aloqalashish telefoni 138 99 19 54 56. Mangmaylı ben pazar kızıp gittim. Andoq. Mangala. Andoq. Xoraz hakikaten yaman xoraz. Ma'lum. Ey savakni xorazni elib o'tadi juman. Obdan. Obdandan boz bo'lajma. Obdan. Yo. Selamünaleyküm. Abi xo'roz ko'tarib nari chiqdinglar chiqdinglar? Toqsoqash tug'ina. Gap bela ish qildi ekansizlar. Bir boshqa ishlar yo'qmish ekan aka. Bular berib kelinglar. Dadaş o'zing ishni qilmay. Shunda. Qasmajimmiş toqsoqash tug'a yamanmış, talash tug'a yamanma. Bu şey beden pişti pasat taqtib, edam soqash to'g'an bek yemadi. Ras. Hayatlık sahnesi bizni har xil rollarga taqsim qilgan. Men menga ishongan, meni tushungan qadrdonlarimdan olgan yo'lliqni izlarimga agishadigan azizlarimga yetkazishni qaror qildim. Chunki u jasoratimizni urg'utadi. Aslimimizni uyg'otadi. G'ururimizni qo'zg'atib, yo'llarimizni yo'ritadi. Madaniyat risolimiz o'chmas, erlik salobitimiz yo'lliq kiyimdir. Hayatım deliği verdiğin nasırın deme. Ma balınca Ha hep fırtlara layık yap istersin Ey deme. maktık işte tartışma. Vay ne Yakında oldu? Ne buldun lan? Hasıkkat. Madem tol de hayatın. Ha? Makul de kesem. Ma yüktak mı kötürşepmez dedi. Nimbir lazım. İşini de makul de kötürşepmedim. Aa yadım maya kötürşep ekilişipmezsem şu verdiğin işimizin beğenmedim da. Takmem de vuruşuvadı taka. Sizlarga ishni bermadigan bitta. Ha bana işini verip diyette şu biznasini epperse aka bana da. Ishni men aytdiramdimi? Ha. Akasi, buyoq kelsin. Mana tigit nima aka? İşini mi? Ammo shu ishni men elab sizlarga ketaversan. Salomatchilikmi? Chiyarbek yeltat bag'ir ketib qoldi, bir tarix qilmaydimi? Bana tüken bana da. Azrak bir kebapçı bilen pilpil arlaştırıp tutmazsan bana tüken. On ko'ylab qilsa 10 ko'ylab. Şu 10 koylak tükenmiş. Voy nimda oz bu 10 ko'yga? Qaysa tüken dar degandan işte azrak tutmaganda andan payda qildigan narsa bu. O tadalab elab chimlimlab berib shu uzoq xalqlar 80 ketib kelsin ekan.
Magistr g'izoliq choyxonasi shahrimizning eng obod yeri bo'lgan to'rt ko'cha egizga joylashgan bo'lib, tijorat boshlagan 5 yildan buyon o'zining ozodi muhit, a'lo mulozimat, ishonchli choy taomlari bilan ko'plagan xaridorlarning mo'liqishiga erishib kelmoqda. Choyxonamiz yaqinda qaytadan zinnatlangan bo'lib, xaridorlarning ehtiyojiga asosan texmi yaxshi bo'lgan ozodi muhit, yangicha lazzatli taomlar, xushbiroq choy qahvalar, shundaqla naq maydonda o'rlangan lirik kuylar bilan huzur bag'ishlash bilan birga tug'ilgan kun o'ltirishi, urug' tuqqanlar va saboqdoshlar yig'ilishi, qatorliq cho'ng kichik o'ltirishlarni ko'nglingizdagidek o'tkazib berdi. Ko'niyin xaridorlarning qadam tashrif qilishini izg'in qarshi olamiz. Manzil Qashqar shahar ko'chma xabarlashish shirkati yanidagi Ko'ni Qizil Bayroq saroxonasining 2-qavatida. O'rin zakaz qilish nomeri 09982592 299. Dükkanda ben vicdan ustam varsa kapılaşmayla ustam setilmayda.